Nima bo'lyapti bu? Voy, men Amerikani urishinglarmi, voy? Voy! Yo sen jinnimisan Rahmatjon? Qorboboni ham uradimi? Nima urdi qorboboni? Sovg'a bermadi-da. So'q, men beraman o'sha sovg'ani senga, nima qorboboni urasan? So'kdi ustoz meni. Nima deb so'kdi? Bor edi-da. Bora so'kishmas-ku. Qorbobo meni yoshligimdan orzuyimda ustoz. Nima qilay endi? Bor edi desa g'alati eshitildi. So'kkanday tuyuldi, haqoratladi meni. Qo'rqisqani, qo'rqisqatda. Samandar bilan o'tiruvdi. Bor top, azamga deyman, bor toplaring tez-tez. Unda eng qiyiniga o'tamiz, qarab. Mana bu qiz g'irt mashinik. Yomon shu qiz. Buni sevdim, o'ldim, kuydimlar bilan hal qilolmaysan. Boshqacharoq narsa o'ylab top. Tushunmadim. Sumkaning ichida pul, telefon bor edi. Nimaga qaytib kelding? Mirzonim yo'l qo'ymadi. Birinchi martami? Ha. Bu senga. Rahmat shart emas. Mukamlik qiladi. Xuddi senga o'xshab prostakka yordam beradiganlar deydi. Qancha kerak? 50 ming. Oho. Uyamoqchimisan deyman. O'rtog'im kasal. Demak, o'rtog'ingning muammosi. Saniki bas. Uni mendan boshqa hech kimi yo'q. Meni ham undan boshqa hech kimim yo'q. Mayli. Senga yordam beraman. Faqat bitta shartim bor. Xo'sh. Sen ishingni bitir. Qolganini keyin.